Ayolimiz ko'krak bezlarida sut to'planib qoldi yoki nimadir vaziyatlar bo'ldi. Bu holatda eng ko'p yordam beradigan narsa buni har xil bo'ylashlar yoki qanaqangidir mashqlar yoki qanaqangidir muolajalar qilish emas. Eng kerakli narsa bu emizish hisoblanadi. Emizish orqaligina ayol o'zini ko'kraklariga yordam berishi mumkin bo'ladi. Emizish periodida ajraladigan har bir gormon ayolning ko'kragiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham uni sog'ishdan ko'ra, har xil yoki bo'ylashlardan ko'ra yoki ovqatlanishlarni suvda cheklashdan ham ko'ra shunchaki emizish kerak bo'ladi. Agar emizish imkoniyati bo'lmasa, nimadir vaziyat bo'lgan bo'lsa, unda mutaxassislarning ma'lumotini olib, to'g'ri sog'ish usullarini o'rganish kerak bo'ladi va ayol o'ziga yordam berish kerak bo'ladi. Hech qachon balapartish sog'ishlar yoki qanaqangidir bintovat qilish yoki qanaqangidir holatlar ayolga yordam bermaydi. Bir marta o'zgargan to'qima fibrozga o'zgaradi va u butun umr qoladi va ayol butun umr dori-darmonda yurishga majbur bo'ladi. Ya'ni fibrozniy mastopatiya shunaqa holatlar asosan ayolni to'g'ri emizmaganligi sababli bo'ladi. Shuning uchun qanaqangidir vaziyat bo'ldi va ko'krak bilan muammo yuzaga keldimi, mutaxassisga murojaat qiling, u sizga to'g'ri taktikani tanlab bersin. Bo'lsa emizish, bo'lmasa dori-darmon orqali.